Assalomu alaykum do'stlar. O'tgan safar sizlar bilan YouTube Studio bilan tanishgandik, ya'ni uni dashboard qismi bilan. Hozir sizlar bilan endi content qismi bilan tanishamiz. Demak, content qismiga o'tganimizda bizda nimalar bor o'zi? Channel content, ya'ni bu kanalimizda biz qo'yib boradigan kontentlarni hammasi. Videolar, ya'ni 1 minutdan uzun bo'lgan videolar, ya'ni siz tayyorlagan, ya'ni YouTube formatda. Horizontal deydimi, vertikalmi? Yana bitta qismi bor, bu shorts. Ya'ni siz shorts qo'yganingizdan keyin bu bo'lim ochilib qoladi. Ya'ni 1 minutgacha bo'lgan yoki 1 minutdan ozgina oshiq bo'lgan videolarni ham ko'rsatar ekan. Xo'p, endi yana bitta bo'lim bu jonli efirlar. Ya'ni siz bu yerda jonli efir qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa oldin qilgan jonli efirlaringizni bemalol ko'rib, tahlil qilib, statistikalarni ko'rib o'tirishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu post qismi bor. Bu post qismida siz har xil rasmlar, giflar yoki bo'lmasa artikl, ya'ni maqolalar yozib borishingiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'zingiz videoyingizni shunday silkasini olasizda, shunday yozib turib qo'ysangiz, nima deydi? Yana qayta kuzatuvchilaringizga, obunachilaringizga ko'rsatib beradi. Playlistga o'tganimizda, playlistda biz videolarimizni hammasini bitta mavzuga oid qilib turib, bitta joyga yig'ib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni xuddi papkaga o'xshab hamma videolarni saqlab qo'ysak bo'ladi bitta joyga. Bu ko'ruvchilar uchun ham yoki bo'lmasa o'zimiz uchun ham juda qulay. Ya'ni misol uchun mana YouTube haqida deb qo'yganman. Hamma YouTube bo'yicha videolarimni mana shu yerga qo'shib boraman. 1 yildan ko'proq bo'ldi shekilli, podkast bo'limi ham qo'shilgan. Bu yerda siz podkastlar qilsa, har xil audio, ya'ni полный video emas, audio shaklida prosta cover turgan bo'lsa, har xil suhbatlar, podkast bo'lgan bo'lsa, mana shu podkast bo'limiga siz qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni podkastlar. Promotion bo'limi. Siz bu yerda promotion bo'limida siz videolaringizni xuddi target bersangiz bo'ladi. Targetga o'xshab turib. Ya'ni YouTube o'zida boshqa obunachilarga ko'rsatsangiz bo'ladi. Lekin bu afsuski O'zbekistonda ishlamaydi. O'zbekistondagi auditoriya uchun ishlamaydigan narsa. Chunki misol uchun siz O'zbekistondan kuzatadigan bo'lsangiz, umuman videolaringizga hech qanaqa reklama yoki bo'lmasa video qo'yilishidan oldin reklama ko'rib turib keyin boshlamaysiz. Shunday qo'yasiz, videolar reklamasiz to'g'ridan to'g'ri boshlanib ketaveradi. Hamma video YouTube'dagi. Chunki bizni ko'rganimiz uchun, O'zbekistondagi auditoriya uchun YouTube pul to'lamaydi hech kimga. Va shuning uchun biz uchun ham kontentlar tekinga hech qanaqa reklamasiz qo'shiladi, ya'ni ko'raveramiz. Promotion bo'limida o'sha chet elda bo'lsa, bemalol mana bunday get startni bosib turib, mana shunaqa qilib chiqib keladi. Siz misol uchun obuna bo'lishga, sizdagi videolaringizni ko'proq odamlar ko'rishi uchun target qilib, xuddi Instagramga o'xshab targetda chiqadi. Inspiration bo'limida siz har xil brainstormlar qilsangiz bo'lar ekan, ya'ni har xil mavzularni qo'yib turib, hozir menimcha bu sun'iy intellekt bilan ishlayapti. Mavzuni yozasiz, misol uchun nima deb yozsa bo'ladi? English teaching video deymizda, create ideas qilsak, bizga mana shu mavzu bo'yicha har xil ideyalarni yozib beradi, topib beradi. Ya'ni mashhur bo'ladigan, misol uchun teaching English through storytelling, engaging narratives. Xuddi mana coverlarigacha qilib beryapti. Mastering English pronunciation, common mistakes and fixes. Juda ham ko'p. Hop, hozir biz o'zbekcha yozib ko'ramiz. Dehqonchilik. Yo'q, afsuski bizga yozib bermadi buni. Tushunmadim bu mavzuni. Demak, bu faqat ingliz tilida ishlayapti. Keling, hozir mana video borku qo'yganmiz kontentimizni qanday qilib bu yerdan edit qilishi va mana funksiyalar haqida tanishib chiqamiz. Xo'p, mana qalamchi orqali biz o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Sarlavhasini, coverini,
boshqa narsalarni bemalol o'zgartirib olsak bo'ladi. Bu orqali esa analitikani ko'rib tursak bo'ladi. Comments bo'limidan bemalol kommentariyalarda mana shu faqat shu video uchun yozilgan kommentlarni ko'rsangiz bo'ladi. Buni bossangiz bu videoni YouTube'da ko'rish uchun otib boradi boshqa sahifa, ya'ni ekrangizga. Bu orqali edit title description mana hammasini link olish, promote qilish, ya'ni target yoqish, yuklab olish va o'chirib olishingiz mumkin mana shu o'zida. Keyin public turibdi menda, ya'ni bu hamma uchun ochiq. Unlisted qilib qo'ysam, faqat men silka tashlasam o'sha orqali ko'ra oladi. Private qilib qo'ysam, faqatgina Gmailga ruxsat berganlarim orqali ko'ra oladi bu yerda. Restriction degan narsa bor. Bu mualliflik huquqini tekshirib turadi. Ya'ni bu cheklovlar. Bu videoga hech qanaqa cheklov qo'yilmagan, hech qanaqa mualliflik huquqi buzilmagan. Non 3 ta video, 4 ta videoda, lekin men videoda copyright debdi. Details qilamiz. Channel what happened. Bu narsa copyright ta'sir qilmaydi. Mana qaysi videolar, muzikalarga copyright berganini ko'rishingiz mumkin. Sekundigacha yozib qo'yadi. Sanasi, nechta odam ko'rgan, kommentariy yozgan, like, dislike'lar hammasini bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Mana bitta odam dislike bosgan ekan, 22 ta odam like bosgan ekan. Shu yerdan bemalol tekshirib, hamma kontentlaringizni xohlasangiz o'chirib yuborsangiz, xohlasangiz yana ham optimizatsiya qilib turib, yangilab tursangiz bo'ladi, coverlarni o'zgartirib. Bugungi darsimiz shular edi. Keyingi bo'limda esa analitika bilan tanishamiz. Analitikani birma-bir ko'rib chiqamiz. Keyingi darsgacha xayr.